O'tgan yil davolanib ketdim, yaxshi bu yil yana keldim. Odamda o'zining quvvati bo'ladi. Mana shu o'zini o'zi davolash imkoni bo'ladi-da. Hamma pulni topgan pulni aptekaga topshiryapti-da. Ichine olib ketgan bel og'riqlari, oyoq og'riqlari, yelkalardagi og'riqlar umuman tana quvvati tushib ketib qolganda, mana shu 1 yil oldin lichina olib kelgan. Nima shikoyat bilan kelgansiz? 1 yilga oldingi muammolaringiz nima muammolar edi? Nima shikoyat? Shikoyatni ayting. Shikoyatim belim og'ridi. Bel og'ridi. Oyog'im. Bel, oyoq og'ridi. Qaysi oyoq og'ridi? Chap oyoq. Chap oyoq og'ridi-ya. Beldan tortib oyoqqacha berarmidi? Berardi. Yana nima muammo bo'ladi? Shu boshim og'ridi esaslar. Bosh og'ridi. Qarang, bel og'rig'i bor, bosh og'rig'i yana nima bezda qiladi? Shu. Bo'ldimi shumi? Bel mana oyoq. Qo'llarchi, qo'llar ush. Uyushadi esaslar. Yelka og'riqlari. Nima o'zgarishlar sezdingiz? O'zgarishlar. Yaxshiman. Ha? O'tgan yil davolanib ketdim, yaxshi bu yil yana keldim. 1 yil oldin davolanib ketdingiz. Qanday bo'lib yurdingiz? Nima o'zgarishlar bo'lib yurdi? O'zgarish bo'ldi, yaxshi. Nimada? Ketdim. Bir og'riqlar qoldimi? Uvushlar ketdimi? Ketdi. Bir vaqtda qo'zg'adi, yana yaxshi bo'lib ketdim. Og'riqlar ketdi, ancha. Hozir bu safar kelganingizda nima shikoyat bilan keluvdingiz? Bu marta ham shu oyoq og'riq, ikki oyoq og'ridi. Ikki oyoq og'ridi. Yana? Ikkita qo'lim. Ikkita qo'l og'ridi. Xo'p, yana? Keyin boshimning bir tomoni. Boshda og'riq bor edi. 1 yil bor edi. Pastdan shu boshda og'riq bor edi. Boshim bo'g'ilib yurdi. Xo'p. Men 3 kun bo'ldi yaxshi, xudoga shukr. Yengillancha yaxshi. Yengillashdingizda, hazm qilishingiz, ishlar muammolar ular ketdimi? Yaxshi. Qarang, sizga qanaqa lichinalar bo'ldi? Lichinani ham bir qisqacha gapiring-da. Xo'p. Xo'p. Bizning lichinamiz yoqdimi? Bunday qiynamasmikan? Endi dori-darmonlar kam ishlatamiz-da biz. Tabiiy usulda davolaymiz. Shuning uchun borki, mana yaxshi yurganmiz. 1 yildan beri mana shu dori-darmon nimalar bo'lmagani uchun ham yengil yaxshi yurganmiz. Massaj ukalarni yoqdimi massaj? Yengillashdimi? Massaj bermaydi, yaxshi. Ko'z tegmasin. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dori-darmonlar shart emasda, ortiqcha nima kerak emas. Odam o'zini o'zi tanasi tiklab oladi. Misol uchun bularga nima qildi? Bular o'sha 1 yil oldin kelgan. Undan oldin necha yil lichina ham olgansa, ungacha ham. Lichina olmagansa, lekin og'rib yurganda hamma yeringiz, bellari, oyoqlar hamma charchash, holsizlik ko'p bo'larmidi? Lekin qiynab yuradi og'riqlarda. Hozir hammasi yaxshimi? Yengillas? Yaxshi. Men bu yerda nima bo'lyapti, opajon? Hammasi odam o'ziga bog'liqda. Agar bittasi keldi kecha, bittasi keldi, mana yotibdi o'rtada, ko'rdingizku, lichina olyapti. Faqat og'riq qoldiruvchi dorilar ichganda oshqozonni yara qilib tashlaganda, kerak mana bir kunda mana hozir gastroenterolog bilan maslahatlashib og'riq qoldiruvchi bitta ham og'riq qoldiruvchi buyurganmiz shunga. Faqat shu nini olib qo'ydik, ozgincha shu massajlarimiz qildik. Og'riqlari kechadan beri yengilashgan. Bir o'rtada qo'zidi-da, lekin keyin yengillashib yaxshi uxladim dedi. Bu yerda odamda o'zining quvvati bo'ladi. Mana shu o'zini o'zi davolash imkoni bo'ladi-da. Siz ham mana uyda parhezlarni to'g'ri qilsangiz, to'g'ri ovqatlansangiz, shirinliklarni, xamirli ovqat, non yemasa yoki bo'lmasa qovurilgan narsa yemay turib, harakatni qilib tursa, umuman kasal bo'lmaydi. Odamlar o'zini o'zi kasal qilyapti. Hamma pulni topgan pulni aptekaga topshiryapti-da. Aptekaga borib qimmat dorilar olyapti. U organizmga ziyon berayotganini bilmaydi. Oshqozonga ziyon beryapti. Mana keyin hamma yer yara bo'lib ketgan. Erozivni butun tanada uni zond yutib ko'rsa, totalniy eroziya berganda yara bo'lib ketgan. Yoki bo'lsa ta'sir qilmay qolyapti. Og'riq qoldiruvchilar bir yerga ziyon, ikkinchi yerga bir yerga foyda bo'lsa, ikkinchi yerga ziyon beryapti. Xuddi sizda ham shunday, mana o'zingizda ehtiyot qilib tursangiz, xudo xolasa, ninalari qo'ydik. 3 kunda shuncha o'zgarish bo'ldi. 3 kunda. Yaxshi. Og'riqlar qo'ydi yaxshi. Og'riqlar qo'ydi, seglar yengil bo'lib qoldi-ya. Ko'z tegmasin. O'zingiz ehtiyot qiling. Men siz bilanmi o'g'lingizda? Yaxshi ketdi. Bir vaqt foyda qildim dedim, shunchalar foyda qildi, ayazdi. 5 kun oldi. O'g'lingiz? Nimaga o'qidi parvar? Imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Kechdan bildilar. Yana davolatayin 1 kun desa, o'qiyapti. 5 kun oldi, 5 kunda yaxshi. Hozir o'tirib turingizda. Shunchalar foyda qildim, ayazdi, shuncha zo'r ekan dedi.
Nima bo'lgandi o'g'lingizga? Faqat mana shu og'riyapti. Bel og'rib yuradi. Shamollab endigalar shamollab boshlagan deb. Yaxshi, hozir men bezda qilmayaptimi? Ehtiyot qilib yursa bezda qilmaydi. Yaxshi, ko'rsatmasin. Shu marta kelsa yana bir Hozir chalingizni ham olib kelaman deyapsizmi? Ayniqsa kelaman deyapti. Nima bo'lgan u chalingizga? Rossiyada yuribdi, ular men sovuqda-da. Men ham tushundim. Bo'ldi. 5 kun oldin keyin yana seni shunda 5 kun oldin. Kesin chalingizni ham to'g'rilab beramiz, xo'p? Bir shamollashib ketgizak, mayli. Mayli, salomat. Alloh shifo bersin. Alloh shifo bersin. O'zingiz ehtiyot qiling. Kasal bo'lmang, xo'p? Bizda girja bilan, bosh og'riq bilan, bel og'riq juda ko'pchilik bemorlar kelyapti. Hammasini o'sha tabiiy usullar ichida qilib yotibmiz.